2025-yil 17-iyul Qozog'iston. Yo'lga chiqqanimga 2 kun bo'ldi. Xudo xolasa 1520 kilometr qolibdi uygacha. Endi bu yerda bo'laman zara mana Qozog'iston cho'llari. Rossiyada dala, o'rmon bo'lsa, bu yerda cho'l, bepoyon cho'l mana. Atrof hamma cho'l. Yana baxtimga hozir havo ayni biroz turibdi, sovuq. 26 gradus issiq ko'rsatyapti. Trassa mana 100 bergan tezlik ruxsat. Endi tez yurmaymiz, 90 tezlikni minib olib ketyapman. Yo'llar yaxshi mana. Bir polosali yo'l. Aholi degan narsa yo'q. Faqat cho'l. Har zamonda mollar, otlar, tuyalar uchrab turadi. Kechqurun bir tuya otib uchrab qolsa podalari video qilib tashlayman xudo xolasa. Mana shu cho'l zonada telefon umuman ishlamaydi. Shu 200 kilometr bor. Aloqa yo'q. Telefon ham ishlamaydi, internet ham yo'q. Oddiy pramo telefon ham ishlamaydi. Mana furalarning makoni bu yo'q. Ketilaveradi. Atrof cho'l. Cho'l. Ko'rib turgan tomoshabinlar, imkoniyatlar bo'lsa, kanalni rivojlantirgani, podpiska, laykni bosaverasizlar. Podpischi ko'paysa, layk ko'paysa, ko'proq tarqaydigan. Yordam qo'rasizlar endi. Yo'llar mana. Hozir sal do'qirroq joyda ketyapmiz. Oppa! 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 Valda kelib qoldi. Bunaqasi ham bo'lib turadi.